Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Celaluddin Es-Suyuti rahmetullahi aleyhinin Halifler Tarihi namlı kitabıda bugün Abbasilanın 10. sultanı halifesi El-Mutevekkil alallah Cafer ibn Mu'tasim'nin hayatı bilen tanışıp çıkmış. Bu adam Hicriye 232 yıldan Hicriye 247 yılgacha halifelik peşinde o'tag'an. Şu münasebet bilen biz muhim bir noktani eskertip o'taylik. Abbasiler tarihi umum jihatdan cho'ng 4 bosqichga bo'lingan. Biz hozir birinchi bosqichni o'qib bo'ldik. Hicriye 132 yildan Hicriye 232 yilgacha bo'lgan Vasiqning hayoti bilan oxirlashdi bu davr. Mushu 100 yil Abbasilarning eng go'zal vaqti. Devlet nayet güçlük, hakimiyet güçlük, devletin asası tiklengen, devlette iqtisadi fasatçılık yok, içtimai paravallık yukarı, siyasi davalgış yok bu vakitlarda. Adın Araplarınki hakimiyeti özde taalluk, başkalar aralışılanmaydıgan derecede. Undaqda bu Abbasilarınki en güçlü yüzyılı. Bu devir Vasiqning hayatı bilan o'lib ketishidan dunyodan ketdi. Biz hamda Mutevekkil alallah Cafer ibn Mu'tasim'ninki hayatı bilan hozir boshlayapmiz. Bu 232 yildan 330 necha yilga qadar bo'lgan 100 yil. Bu 100 yil boshqacha bir 100 yil bu. Bu davrlarda asosan turklar, farslarninki siyasi gücünün işi. Bunlar bu hem de Parisler ve Türklerninki askeri gücünün ordudaki tesiri. Bir güçtalışla devirdeyimiz buna. Asasen bu vakitteki haliflerninki köpleri ya gulap çürütülgen, ya öldürütülgen, ya ki olsa közlerini uyap, bularını tahtını gulatkan devirler. Asasen bu siyasi tesiri haliflerninki nayet aciz. Hukuk ya Türk askerlerinin kolunda ya Paris askerlerinin kolunda. Ondaqda dersimizni başlap ketaylik. Mutevekkil alallah'ninki kunyasi Abul Faz ismi Cafer. Cafer ibn Mu'tasim er-Reşid ismi bilen meşhur. Bu yıl er-Reşid'ninki nevirisi oldu bu adam. Annesi mi Ummu Veled yani dideklerden. Yak bu Kureyş yak Araplardan emas. Bunun ismi Şuca degan ismi vardı. Bu ayol 200 bu ayol emas o'g'li Mutevekkil 205 yoki 207 yillarda tug'ilgan. Bu odamga 232 yili Vasiq o'lgandan keyin bayat berilgan. Xaliflik bayatida. Ammo lekin bu odamniki yaxshi tarafi sunnatni izhor qilgan. Sunnatchilarga yordam bergan. Kur'an məxluq mu, məxluq emas mı degan bu sınaq fitne fasatlarını yo'qotgan bu adam. Bu vaqtda yorliq tushgan shaharlarga. Bu yani 234-yildagi voqealikli bu. Samarrag'i nurg'un muhaddislarni, hadisshunoslarni ekilib, ularni ko'p mol dunyo bilan tortiqlagan, ikrom qilgan, hurmatlagan ularni. Xudoni ko'rish Allah'ın isim sıfatıga münasebetlik hadislerini sözleşki buyurgan. Ebu Bekir İbn Abi Şeybe namıyla meşhur Musannef namlı kitabı var. Bu adam Ressafe camisinde oturup ve ders ötken, muhaddis aynı vaktdeki. 30 mincha adam dersiga qatnaşgan dedi. Bu adamın inisi Osman İbn Abi Şeybe Mansur camisinde, Irak'ta, Bağdat'ta. Bu yerde oturup ders ötken. Bunun 30 mingdak adam to'plashgan. Nurg'un ulamolar hamda 3 xalifaniki davrida Qur'on maxluqmi, maxluq emasmi, Allohning sifatlari, ism sifatlari masalan, Allohning ko'rish masalasi qatorliq masalalarda Mu'tazililar o'rnini egallab olg'achqa Mu'tazil firqasi. Bu davrdagi ahli sunna val jamoa firqasidagi ulamolar ko'p zulm uchirgan. Bu devirden killa Mutevekkil billah alallah derhal bu evalını hatim bergendiğin halk bunundan ta'sirlenip
Ko'p kishilar bu odamga duo qilgan. Hatto buningga shu maqtash sanolarni yog'dirib etgan. Hatto ba'zilar shu davrdagi kishilar xalifa degan o'ch. Abu Bakr Siddiq murtatlar bilan urush qilgan vaqtida o'zining xilofat kuchini ko'rsatgan. Ömür ibn Abdülaziz zulüm uçurganlarning dədini əppirib bunun da özün küçünü göstərkən. Mana hazırki mütevekkil bolsa sünnetni tirildirish, Cehmiye firqasini bu adam yo'qotgan bu adam. Bu jihatda buningki roli bo'lgan deydi. Demak, uch xalifaninki bu yerdagi rolini, izzatini sifatlab kelyapti. Abu Bakr ibn Habbaza bu vaqtda, ya'ni shu mutavekkil alalloh haqida tuvandikdek beytlarni to'qigan. Bu zot bu she'rda mundaq deydi: "Mana emdilikda bo'lsa sunnat bugun xo'rlanmagandek aziz bo'lib ketyapti. Sunnatning manori deydi, munori demakchi. Barpo qilinib, buning so'liti ishyapti. Endi igiz yerdan tuhmat, fitna fasodning munori g'ulab tushyapti. Dinde bidat paydo qilganlar davzaqqa qochib ketyapti deydi. Ular endi kelmas ketyapti. Alloh taolo ulardan deydi. Ja'far xalifa bilan shifolikni beryapti deydi. Bu bo'lsa mutavekkil, sunnatchi bir xalifadir deb bu xalifaga bu yerda madhiya o'qigan. Bu she'rning oyog'i bor. Bu Xudoyimning xalifasi, payg'ambarning tog'isining o'g'li, Bani Abbas jamoatidagi eng yaxshi xalifadir bu. Dinini bir yerga yig'qichidir, dinning birligini to'plag'uchidir. Nurg'un fitna fasodlardan keyin zindiqlar dindan chiqquchilarning kallasini sandal to'qmoq bilan yorg'ichidir. Parvardigor bizga oningki umrni uzun qilib bergin. Havoyi havas xohishlardan xotirjam qilib bergin. Onun bu illatini o'zgartmagan, xuyni o'zgartmagan. Uni dinga bir yordamchi qilgin, qalqon qilgin. Jannat behishlarda eng yaxshi payg'ambarga qo'shni qilib bo'ldigan qilgin deb bu she'r orqali bunda duolanib qilgan. Amdilikda Ibn Abi Duatninki palejligi va qattiq bir shamol bo'ronninki xabar haqida to'xtalamiz. Mush yilning o'zida 34 Ibn Abi Duat palej yo'lab qoldi. Bu shu vaqtdagi Mu'tazilalarning eng kattasi. Ayni vaqtda doniq o'lama. Hamda bu mushu Qur'on maxluq emasmi degan masalada Imom Ahmadni masalan nurg'un ulamolarni balay ofatga tiqqan, azoblagan. Shu vaqtdagi xalifalarniki bunni yutlaydigan ulamolarniki biri. Bu palej yo'lab hatto bir qo'ram tashdek yetib qolgan dedi. So'yotib bu yerda beddua qilib Alloh taolo bunga ajr vermesin deb shunaq debdi. Hamda mush yili yuz bergan ajoyibotlardan Iroqda bir qattiq zaharlik bir shamol chiqqan, unda bir shamol ko'rinib boqmoq. Kufa, Basra, Bag'doddagi butun ziroatlarni ko'ydirib tashladi. Musofirlarni o'ltirdi. Bu 50 kunlik davomlashdi dedi bu zaharlik shamol. Hatta Hamadonga ulashib bu shamol shu yerdagi chorvalarni, ziroatlarni ko'ydirib o'tgan. Mavsulga yetib qolgan bu. Undan boshqa Sanjar, shu Iroq, Iron tavasidagi Ummon masalan mushtarabdagi o'rinlar bu. Endi kishilar ne deydi? Bozorlarda tirikchilik qilishni to'sab qo'ygan shamolning dastidan. Yo'llarda minish bumi mumkin emas. Nurg'un xalq ilaq o'lab ketgan. Yana mush avval yuz berishdan burun ma'lum vaqt Damashqda qattiq bir yatavrash bo'lib, nurg'un o'lish qilib tushgan. Ostida nurg'un xaloyiq o'lgan. Bu yatavrash Antakiyagacha so'zilib, Antakiyani merak qilgan. Antakiya hozirgi Turkiyada.
Bu Rim imperiyasi davridagi asosan shu Hristiyan dinininki eng cho'ng bir o'rni deyishga bo'ldi. Chunki eng qadimiy cherkov Antakiyada hozir qadar. Buni buzilgan bu Antakiya. Jazirani xarob qilgan. Jazira hozir Furat daryosi bilan yana bir daryo bor, esimdan qochdi. Bu Iroqda, bir qismi Turkiyada, mush ikki daryo orasidagi rayonlar, orol deymiz buni. Mevsil deymiz. 50 mingdek odam o'lgan buning sababidan. 235-yil bo'lgan vaqtida Mutawakkil alalloh bütün Nasara Hristiyanlarni hasalran kiyim kiyishga buyurgan. Mecburi yo'sinda. Bunun sebebi nima degan vaqtida musulmonlardan farqliq bo'lish. Turli hamda ijtimoiy munosabatlar bo'ladi, iqtisodiy munosabatlar bo'ladi, berish kelishlar bo'ldi. Bu hasalran kiyimni kiygandikilar men bu Hristiyankan, Nasarakan deb ba'zi ishlarda, muomalada islom qoidasiga yo'sin munosibroq yo'sinda muomala qilinadigan gap. Bu mutawakkilniki bir taqvoligi, dindorligining sifati. Ve sallallahu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.